Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Astana yo'nalishi bo'yicha hozir yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini olib boramiz. Bemalol bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qaysi yo'nalishimiz bo'yicha ketyapsiz? Astonagami? Astonaga Astonaga bilet narximizni qanchadan sotib oldingiz? 515 ming. 515 ming. Oldin ham avtobus reyslaridan foydalanganmisiz? Foydalanganmiz, faqat o'tirib ketadiganlardan. Bu juda yaxshi ekan. Spalni juda qulay. Yaqinda Ayollarga sharoitimiz juda yaxshi. Sharoitlari, konditsioneri bor. Rahmat. Qulay hammasi. Mana bolajonlarimiz qiynalmay ketyapti. Ularni ham bitta ko'rsatib qo'ying bolajonlarni. Bolajonlarimizni ham olinglar. Bir-biridan Rahmat, hammanglarga sog' bo'linglar, charchamanglar ishlab. Juda qulayliklar yaxshi. Xudo xolasa yo'llarimiz bexatar bo'lsin, yaxshi yetib Xudo olinglar. xolasa. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Bo'lardimi? Muhimi qonuniymikan? Albatta, hamma narsa qonuniy. Hammalaringga rahmat. Rahmat. Ishlab charchamanglar. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting, qadrli yurtdoshlar. Agarda sizga ham xuddi shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa, Sobir Rahimov avtovokzalga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan yoki kassalardan biletni xarid qilishingiz mumkin. Ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying. Xayr.